Abdug'an aka, tanib oldingiz-a? Tanib oldingiz-a? Xudo sabr bersin. Iloyim rahmat aka. Bez ketmadi ham, shunisiga ham rahmat. Rahmat sizlarga, rahmat. Abdug'an aka, tanib oldingiz-a? Tanib oldingiz-a? Xudo sabr bersin. Iloyim rahmat aka. Bez ketmadi ham, shunisiga ham rahmat. Rahmat sizlarga, rahmat. Shunaqa noinsoflar bor ekan. Ob-havo sovuqligi keyin ham sovuqda tushgan-ku. O'sha yerda endi suv tagida kiyimsiz bo'lganligi uchun o'ralib qolganda, turpoqqa loy o'ralib qolgan, shuncha qolib ketgan. Hozir chiqqan joyi voqea joyidan 3 kilometrdan keyin chiqyapti. Tushib ketgan joyidan mashinaga 72 kundan keyin chiqyapti. 72 kundan keyin mana bu 73-chi kun bu aniqlanish. Fuqarolar chiqarib qolgan. Tezkor tepaga ko'tarilgan. Tezkor guruh 2020-yil 22-dekabr kuni 2004-yil tug'ilgan, voyaga yetmagan Abdurasulov Abdulazizni Katta Farg'ona kanaliga cho'kib ketganligi bo'yicha qidiruv surishtiruv ishlari olib borilyapti. Mazkur holat bo'yicha mana oradan 73 kun o'tgandan keyin, ya'ni bugun 2021-yil 5-mart kuni Katta Farg'ona kanalidan Abdulazizning murdasi topilganligi bo'yicha xabar oldik. Ya'ni voqea joyidan, ya'ni Katta Farg'ona kanaliga tushib ketgan joydan 3 kilometrdan so'ng Toshloq tumani Besiran qishlog'ini hududida o'tgan Katta Farg'ona kanalidan murdasi aniqlandi. Ushbu murda Abdurasulov Abdulazizning dadasi tomonidan, ya'ni Abdug'an aka tomonidan tanib olindi va yaqinlari tomonidan tanib olindi. Mazkur holat bo'yicha hozir tezkor tergov guruhi voqea joyiga kelganmiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi xodimlari, tuman prokuraturasi xodimlari, ichki ishlar xodimlari va boshqa mutasaddi xodimlar bilan hozirgi kunda surishtiruv ishlari borilyapti. Murdani o'limi sababi bo'yicha tegishli ekspertiza tayinlandi. Mazkur holat bo'yicha tergov surishtiruv ishlari tuman prokuraturasidan olib borilyapti. Mazkur Abdulazizning topilganligi bo'yicha mustaqil bloger va jurnalistlarimizga Abdulazizning topilganligi bo'yicha axborot tariqasida yetkazib qo'yamiz.
Minnatda rahmat sizlarga. Borlaringga shukr. Boshqa nima ham derdim shu. Sizlarga rahmat aytishdan boshqa narsaga yaramayman axir. Shu qishi bilan minnatda rahmat sizlarga. Ilohim topgan pullaring halol bo'lsin. Hamisha shunaqa qilib odamlarga yordam beryapsizlar. Ilohim sizlarni umrlaringizni uzoq qilsin. Bola chaqalaringni orzu havasini ko'ringlar. Hech ham dard ko'rmanglar. Rahmat sizlarga. Minnatda rahmat. Rahmat sizlarga. Endi bular endi mana topilibdi. Ey ilohim. Hali yuragingizga musht bo'lib turgan narsa ozgina bo'lsa ham. Ey ilohim mana Xudoyim juma kuni beribdi. Ilohim shundan benasib qolgizmasa, shu bugun joyiga qo'yib yuborsak, yana ham zo'r ish bo'ladi. Xudoyim bugun ulug' kunida endi nima bo'lsa ham shu kunda qo'yib yuborsak yaxshi bo'lardi yana ham. Shu rahmat sizlarga. Mana sabr bardosh. Rahmat sizlarga. Hech kimni boshiga solmasin bu kunni. Lekin cho'milmasangiz baribir iloji yo'q, cho'miladi. Buni faqat o'sha yoshlardan, shu cho'milayotgan odamlardan o'tinib so'rayman, ehtiyot bo'lsin. Ehtiyot bo'lsin. Misol hech kimga cho'milma deb taqiqlab qo'yib, cho'milib baribir iloji yo'q bu narsani. Baribir keladi baribir. Bu yoshlar shunaqa ekanda endi. Qilmadigan ishingizni baribir qiladi-da bular. Endi iloji yo'q baribir. Hech qachon cho'milishni taqiqlab qo'ya olmaymiz, lekin faqat shu Xudodan so'raymiz, qaytib bunaqa ishlar bo'lmasin. Ehtiyot bo'lsin. Ota-onalar misol endi xullas ehtiyot bo'lsin. Boshqa nima ham derdim men. Borlaringga shukr. Boshqa nima ham derdim shu. Sizlarga rahmat aytishdan boshqa narsaga yaramayman axir. Shu qishi bilan minnatda rahmat sizlarga. Ilohim topgan pullaring halol bo'lsin. Hamisha shunaqa qilib odamlarga yordam beryapsizlar. Ilohim sizlarni umrlaringizni uzoq qilsin. Bola chaqalaringni orzu havasini ko'ringlar. Hech ham dard ko'rmanglar. Rahmat sizlarga. Minnatda rahmat. Eshitayotgan bo'lsalaring, yig'i bo'lyapti. Odam ko'p o'shda, ancha odam o'tiribdi. Do'stlar, duo qilinglar, joy jannatda bo'lsin. Ilohim. Alo. Nimaga aytishdi? Bo'ldi. Gap yo'q. Qayerdasiz? Kanalda bo'ydami? A'da ko'rmadik-ku kiryapsizlarni. Bo'tqacha degan yozuv taydami? Bo'ldi. Xo'p. Do'stlar